Oxiri mana 0.2 bo'lib ketdi. Prosta hozir zamon ko'tarmaydi, buni bizib chochib yorsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan tusha olmayapti даже. Isqirt mana basharasi ko'rinmayapti. Gnidaning videoga olingan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan isqirt gnida haqoratga kiradi. Shuning uchun jinoyat kodeksi 140-moddasiga asosan 164 million so'mgacha jarima to'lashi mumkin davom etadi. Va kelgan yigitlar jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan haydovchi bilan janjallashib ketishadi. Mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini urib, tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Hatto xudo xolasa yaxshi bolalar tirik ekan, biz shundayligicha qarab turmaymiz. Internetni portlatgan voqea. Ikkita bloger, ularning opasi va taksist o'rtasidagi mojaro. Biz nima qilamiz? Har doimgidek yurist tomonidan tahlil qilamiz. Siz bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Osamchi, vaqtingizni olaman yoki pulingizni olaman. Nimaga pul deyapman? Megabaytingiz ketadi-ku mana shu videoni ko'rganda. Shuning uchun obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'ring. Fikrlaringni kutaman. Biz yurist sifatida tahlil qilamiz. Ketdik. Isqirt mana basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Isqirt mana basharasi ko'rinmayapti. Gnidaning videoga olingan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan isqirt gnida haqoratga kiradi. Shuning uchun jinoyat kodeksi 140-moddasiga asosan 164 million so'mgacha jarima to'lashi mumkin davom etamiz. Silqim gap o'tgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo tushmaysan, narsangni olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Sen tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldirasiz. Men tushunaman. Agar bu narsa tuhmat deb topiladigan bo'lsa, bo'lmagan ishni bo'ldi deb yoki bo'ldi ishni bo'lmadi deb topiladigan bo'lsa, jinoyat kodeksi bu ham ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgani uchun jinoyat kodeksi 139-moddasiga asosan bu ham 164 million juda ham katta summalar jarimaga tortilishi mumkin. Men sudya emasman, bu yuridik tahlil. Boshmag'onlari bo'lsa, unga video qilib qo'yinglar, qanaqa kirisa gnidalar ko'chirib yurganini. Rasmni qo'yilganda istoriyaga men bir narsaga qo'yilgan, ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan. Bunda ham juda ham katta ma'naviy zarar undirish mumkin. 100 million, 200 million ma'naviy zararni miqdori yo'q. Endi 10 milliard emas u, lekin sudya hal qiladi qolgan narsani. Bu ham haqorat, yana shu jarima parima. Ikkita bola bilan menga sikishmoqchimiz. Sikishasanmi dedingmi? Ochib bagajingni do'lman. Shuna puling ko'p. Значит, bo'lmagan ishni bo'ldi deb agar ya bu ham tuhmat. Endi mana bu menimcha bu ayol ijtimoiy tarmoqqa joylashtirmagan bo'lsa, videoga olib turibdi, joylashtirmagan bo'lsa, Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 40-moddasiga asosan 24 million so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Tuhmat bo'lsa bu ham. Puling ko'payib ketdimi? Mana shu bolani Shu yerda urilgan, do'pposlangan, itarilgan, qayerlardir shilingan yoki mashinasiga zarar yetkazilgan, agar bular hammasi bezorilik deb topiladigan bo'lsa, jinoyat kodeksi 277-moddasiga asosan 41 million so'mgacha jarima to'lashi mumkin. Agar mana shu bezorilik oqibatida mana shu taksist akamizga qanaydir o'rta darajadagi og'ir tan jarohati yetadigan bo'lsa, 3 yilgacha qamalga ketishi ham mumkin ekan. mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini urib, tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Agar mana shu janjal oqibatida, menimcha bu oxirgi moddalar ketyapti. Agar mana shu janjal oqibatida mana bu akaga yengil tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, 1 yilgacha qamalga ketishi mumkin. O'rta tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, 3 yilgacha qamalga ketishi mumkin. Og'ir, endi menimcha og'ir bo'lmagan, og'ir juda dahshatli bo'lishi kerak. Og'ir bo'ladigan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha qamalga ketishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, do'stlar, eng haqiqatdan nima to'g'ri bo'lganini Alloh taolo biladi. Keyin videolarda o'zida ham deyarli aniq bo'lgan, kim qanaqa pozitsiyada, qanaqa voqealar sodir bo'lgani, keyin sud hal qiladi. Xullas, samosud qilish mumkin emas, tuhmat, haqorat mumkin emas, birovga tan jarohat yetkazish mumkin emas, bezorilik mumkin emas, lekin meni profilimga haq-huquqlar uchun obuna bo'lib qo'yish lekin mumkin. Bunga hech qanaqangi javobgarlik yo'q, do'stlar. Nima ham deymiz endi? Fikrlaringni kutaman. Xalq shuni ko'taradi. Agar kezi kelganda tashab ham yuboradi. Shu mani mashinamni. Tushib turing bo'ldi. Kelsam bo'ldi, shu yerda o'tiraman men. Gapirgan gapingga javob berasiz. Aha. Bu qanaqa gap gapirdim men? Video tarqataman. Men hayotda ikkita bola bilan yolg'on gapirmayman. Bo'l. O'zi chiqqandan beri nidonni gapirib, bunaqa qilyapsiz bolani. Bola deb qo'yibdi buni, hali qishni aytib. Telefonda qarang dedim. Tushunmaydi. Men urdim ham, jim o'tiraman dedim. Tushunmadi bu. Bola tushunmaydi qishni. Telefonda dedim. Qarang dedim. Men kerak bo'lsa tozalab tushib ketaman, unaqa gapirmang dedim. Pulini beryapman deyapsiz. Hop, pulini bersiz, tepib, dabdala qilib tashlash shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma pulga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma mana shu hech kim unaqa muomala qilmagan, bolamni olib borgan, qizimni muomala bo'lish kerak odam deganda, xo'pmi? Muomalani Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, okey? O'shani gaplashamiz to'g'ri. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'rji emas, ishlamaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y, yoki telefonlarni o'chiring kamerangizni. Nima Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi?
Hamma ko'rdi kechagi holatda, juda ham hamma yoqqa tarqalib ketdi bu videolar. To'g'risi hozir bolani o'zini ham ko'rib chiqdik. Ahvol og'ir emas. Ahvol og'irdan yaxshiroq, lekin bo'ynini uje qimillata olmayapti. Bo'yniga udar tegan, bo'yniga ham mana shunaqa joyga, bu yoq ishga, peshana ishga, burunga udar tegan, burnida qon yig'ilgan. To'g'risi bolani o'ziga ham kecha qilingan muomalalarni ko'rib odam to'g'risi hech kim taksistga e'tibor bermayapti-da. Endi mana videolari chiqqandan keyin e'tibor berish boshlandi. Hali bu bolani oldiga ichki ishlardan ham hech kim kelmagan, faqat telefon qilishayotgan ekan, hech kim kelmabdi, lekin holat bo'yicha hali hech kim kelib turib surishtiruv o'tkazmagan. Ichki ishlardan so'rab qolardik, kelib holatni o'rganib ko'rib ketishinglarmi? Olib ketdim. Ochay bagajini. Ikkita bola bilan menga sikishmoqchi, sikishirsanmi dedingmi? Ocha bagajini deyapman. Ko'rasan qanaqa. Bagajini och deyapman. Hamma video bor. Bagajini och deyapman. Hamma kamera bor. Ochay vaqtim molis. Och ko'rasan. Sendagi erkaklar ko'payib ketdi. Bagajni och. Och ko'rasan. Och ko'rasan. Onlarsan. Och ko'rasan. Nimani ko'raman? Och ko'rasan mana. O'tang vaqtim molis. Och ko'rasan. Yo'q pulim molis. Ha? Nima? Shuna puling ko'payib ketdimi? Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, okey? O'shani gaplashamiz xudo xohlasa. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'lji emas, ishtimaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y, yoki telefillarni siz o'chiring kamerangizni. Nima bo'ldi? U ayol menga ukalar kelgandan keyin uje shantaj qilishni boshladi. Nima deding? Bolam bilan mashinada menga. Har xil haqoratli so'zlar gapirib, menga shunaqa aloqada bo'lasanmi deb menga aytib, shantaj qilib tashladi, bo'ynimga ilib tashladi. Sikishmoqchi, sikishirsanmi dedingmi? Ocha bagajini deyapman. Ko'rasan qanaqa. Bagajini och deyapman. Hamma video bor. Lekin menda asos bor. Videoga o'zim olganman. Men maslahat beraman. Shu sohada taksida yuradigan odamlarga video registrator ichiga qo'yib yurishni maslahat beraman. Shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun. Xo'sh, ushbu hodisada kim haq edi? Voqea sodir bo'lishiga nimalar sabab bo'ldi? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan ushbu video erta tongdan butun o'zbekistonliklarning og'ziga tushdi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, joriy yilning 17-avgust sanasida 27 yoshli 10X haydovchisi va unda yo'lovchi sifatida kelayotgan 25 yoshli ayol o'rtasida o'zaro kelishmovchilik sodir bo'ladi. Shundan so'ng haydovchi ayoldan avtomashinadan tushishni so'raydi. Biroq ayol bu talabni bajarmasdan hodisa joyiga 2 nafar tanishini chaqiradi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy munosabatida aynan tanishi deya keltirilyapti. Va kelgan yigitlar jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan haydovchi bilan janjallashib ketishadi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va yakunda albatta qonuniy qaror qabul qilinadi deya yakunlanyapti Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining rasmiy munosabati. Ha do'stlar, kuni kecha tarqalgan holat har kimda har xil fikr uyg'otdi. Kimdir opasini himoya qilayotgan yigitni yoqlayotgan bo'lsa, yana kimdir holatga to'liq aniqlik kiritmasdan qaysidir bir jabrlanuvchining hayotiga salbiy ta'sir o'tkazayotgan 2 nafar yigitni harakatlarini yoqlamayapti. Men ham shu o'rinda bir insonni taqdiri bilan o'ynashish va uni ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki ayollarga tazyiq o'tkazadigan, zo'ravonlik qiladigan, shilqimlik qiladigan deya bir qandaydir nom berilishini hech qanaqasiga yoqlamayman. Xo'sh, hurmatli kuzatuvchi, siz yuqoridagi holat bo'yicha qanday fikrdasiz? Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan-ku, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan.
hamma yog'ini mana urib, tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminda komment yozayotganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. Bu videosini biz sketchat qo'yganmiz. Hozir u bo'yicha ham atenda gaplashamiz. Iminda Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstrem hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman. Isqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Eshikni yopib qo'yapti mana. Nuri 72 nani shuncha xodimlarni ovora qo'yapti-da hamda. Plos. Nima holat bo'lgan? Nuri 72 ni opasi taksi chaqirgan, taksida mana shu shilqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, "Yo tushmaysan, narsani olib qo'yaman" deb narsasini olib qo'ygan. Oxiri opasi ukasiga telefon qilgan. Nuri kelib buni endi to'xtataman deganda, bu qochmoqchi bo'lib mana mashinani avariya qilib urgan. Oxiri mana 0-2 bo'lib ketdi. Prosta hozir zamon ko'tarmaydi, buni bizib chochib yorsa ham bo'lardi mana. Shuncha bola turibdi, mashinaning ichidan tusha olmayapti даже. Bunaqalarni qonunga topshiramiz. Xudo xolisa adolatli jazo topadi bunaqalar bor. O'shaning uchun ham yuzi bilan qo'yaveramiz. Boshqa og'aynilari bo'lsa, limit video qilib qo'yinglar, qanaqa kivisa gnidalar ko'chib yurganini. Hatto Xudo xolisa yaxshi bolalar tirik ekan, biz shundayligicha qarab turmaymiz. Evakuator mashinasiga chiqib qolgan tusha olmayapti. Kalamush aylanmaysan Instagramda. Press qahramonni atmetga qilib qo'yinglar, xalq ko'rsin bularni.